maqomiga ega bo'lmagan tadbirkorlik subyektlariga ajratiladi. Aylama mablag' to'ldirish uchun 36 oyga, 60 oyga saqlash, qayta ishlash uskunalarini sotib olish uchun ajratiladi. Loyiha qiymatidan kelib chiqib, o'zimizni bank qilganligi 100 million so'mgacha ajratiladi. Tashabbuskorning ulushi bilan 500 million so'mgacha kreditlar bo'yicha talab qilinadi. Imtiyozli davri bor, 12 oydan 24 oygacha bo'ladi. Yillik 18% ga ajratiladi kreditlarimiz. Bu kredit milliy valyuta so'mda ajratiladi. Keyin bundan tashqari yana hamroh ayol tadbirkor nimasi joriy qilingan kredit. Bu ayol kishi bo'lishi kerak, rahbari yoki 50%